Bu darsimizda qanday qilib kompyuterimizga mos operatsion tizim tanlashni o'rganamiz. Etude kompyuterga svojствосga kiramiz. Bu tomondan ko'rib olamiz, kompyuterimizda qanaqa protsessorlar bor. Core i5, 5-pokoleniya, operativkamiz 6. Mana shuni ko'rib olamiz. Endi biz brauzerga kiramiz. Bir nechta saytlarni sizlarga yozib qo'yganman. Bu sayt bor va bu sayt bor. Ishonchli saytlar. Mana shu saytlardan Windows degan joyga o'tamiz. Bizga qanaqa Windows kerak bo'lsa tanlaymiz. Misol 10 ni biz 10 da tanlaymiz. Tanlab Windowsga boramiz. Qaysi biri yoqsa o'shani tanlaymiz. Windowsda o'zining talablari bo'ladi. Shularni hozir ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana oq holda turibdi Windows 10. Bu tomonda yo'q ekan talablari. O'zi talablari bo'ladi. O'sha talablarni o'qib Windowsda yozilgan bo'ladi. Misol mana shuni men ko'tara olaman, mana shuni ko'tara olmayman. O'sha ko'tara olishga qarab sizlar boyagi ko'rgan joylaringga qarab, mana shunga qarab Windows o'rnatsalaring, bu Windows sizlarda qotmay, hech qanday muammoli bo'lmay yoki o'rnatilmay qolmasdan to'liq ishlaydi.